Xo'p qizlar, savdolarimiz bo'lyapti. Bemalol kelaversa 185 mingdan mana bu opamizniki 88 gram bo'ldi. 162 ming 800 so'm, 163 ming so'm bo'lyapti qizlar. Va ishchi maza qilib olib ketyapti. Bemalol kelib 35 ming so'mlik pijamkalarimiz va ishchi asal narsa o'zi ham qizlar material. Hech qayerda bu narxga 35 mingga ushatib ham qo'ymaydi qizlar. Bular madenchina Xitoydagi kачествосiga behijolat qizlar. Bemalol kelaverasizlar. Inshaalloh mana madenchina yozuvini topamayapman. Madenchina qizlar. Mana. Ko'rdinglar? Madenchina Xitoydagi behijolat kelaverasizlar qizlar. Truskalarimizni endi vashi gap bo'lishi mumkin emas qizlar. 10 ming so'mdan atiga qizlar, 10 ming kopeyka narxlarda. Xo'p qizlar, savdolarimiz bo'lyapti. Bemalol kelaversa 185 mingdan mana bu opamizniki 88 gram bo'ldi. 162 ming 800 so'm, 163 ming so'm bo'lyapti qizlar. Va ishchi maza qilib olib ketyapti. Bemalol kelib 35 ming so'mlik pijamkalarimiz va ishchi asal narsa o'zi ham qizlar material. Hech qayerda bu narxga 35 mingga ushatib ham qo'ymaydi qizlar. Bular madenchina Xitoydagi kачествосiga behijolat qizlar. Bemalol kelaverasizlar. Inshaalloh mana madenchina yozuvini topamayapman. Madenchina qizlar. Mana. Ko'rdinglar? Madenchina Xitoydagi behijolat kelaverasizlar qizlar. Truskalarimizni endi vashi gap bo'lishi mumkin emas qizlar. 10 ming so'mdan atiga qizlar, 10 ming kopeyka narxlarda.